Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Efirda kun mavzusi ko'rsatuvi. Bugungi mavzuda biz suyultirilgan gaz ta'minoti sohasida yangi mexanizmlarning joriy etilishi hamda ishchi xodimlarning ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy himoyasi va xavfsiz mehnat sharoitini yaratish xususida suhbatlashamiz. Shu maqsadda bugun studiyamizga Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filialining mahalla iste'molchilarini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash bo'limi boshlig'i Ma'ruf Pardayev va boshlang'ich kasaba uyushma qo'mitasi raisi Safarali Azizovlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Safarali aka, sog'lomlashtirish, ishchi xodimlarning oila a'zolarini ichki turizmga jalb etish borasida qanday ishlar olib borilmoqda? Shu xususda ma'lumot berib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Bugun Hududgaz Samarqand gaz ta'minot filialida 1210 nafar ishchi xodim mehnat qilib kelyapti. Ularning ijtimoiy, iqtisodiy huquqiy himoyasi va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratib berishda ko'pgina ishlar amalga oshirilyapti. Buning uchun bizda Hududgaz Samarqand gaz ta'minot filialida jamoa shartnoma qabul qilingan, ya'ni bu 23-25-yillarga 24-yil 1-iyul kuni qabul qilingan. Bu 17 ta bob, 10 ta ilovadan iborat. Bu jamoa shartnomamizda asosiy maqsadi ishchi xizmatchilarining mana shu butun yuqorida ta'kidlab o'tganim ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va xavfsiz mehnat sharoiti yaratib berish boyasida hamma qonunlar asosida kirgizilgan. Bu bandlarga qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Ijtimoiy sug'urta hisobidan ishchi xizmatchilarni yo'llanmalar olib berish. Ikkinchisi, kasaba uyushma badallari hisobidan ishchi xizmatchilarni xodimlarni uni yo'llanmalar olib berish. Undan tashqari o'sha ishchi xizmatchi xodimlarning bolalarini sog'lomlashtirish va jamiyat tomonidan, ya'ni oromgohlarga ularning farzandlarini sog'lomlashtirish maqsadida. To'rtinchisi, jamiyat tomonidan moddiy yordamlar ajratish va ichki turizm sohasida sayohatlar uyushtirish va ishdan tashqari holatlarda dam olish ishchi xizmatchilarga dam olishlar tashkil qilib berish. Kasaba uyushmalari tomonidan o'sha ishchi xizmatchilarning ularning sog'liklarini tiklash uchun moddiy yordamlar ajratish va turizm sohalariga, ommaviy madaniyat tadbirlariga yo'naltirish masalasida ko'pgina mana shu jamoa shartnomamizda ko'rib chiqilgan. Umuman mana shu sohada qanday ommaviy madaniy tadbirlar o'tkazilyapti? O'zi umuman mazkur tadbirlarning o'tkazilishi xodimlarga qanday ta'sir o'tkazyapti? Bugungi kunda mana yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, har bitta o'sha jamoa shartnomamizda belgilangani bo'yicha ishchi xizmatchilarning o'zini sog'lomlashtirish maqsadida ularni o'sha bugungi kunda sanatoriyalarga yo'llanma olib berish yoki bo'lmasa ularning o'sha sog'lom turmush tarzini targ'ib etish vaqtida bizda o'sha yo'llanmalar olib berish, ishdan tashqari holatlarda ularda ommaviy madaniy tadbirlarga, ya'ni sportlarga yoki bo'lmasa o'sha ish vaqtidan tashqari holatlarga o'sha ommaviy madaniy tadbir deganda o'sha dam olish yoki to'garaklar tashkil qilish yoki bo'lmasa konsertlar tashkil qilish sohasida ko'pgina ishlar amalga oshirilyapti. Qisqacha to'xtalib o'tay, mana shu 25-yilda o'zida har bitta bo'lim bo'yicha qisqalik to'xtab o'taman. 6 nafar xodimlarimiz o'sha ijtimoiy sug'urta hisobidan sanatoriyalarga yo'llanma olib berildi. Bundan tashqari o'sha yana kasaba uyushma mablag'ini hisobidan bundan tashqari ham 10 nafardan ortiq ishchi xodimlarimiz yo'llanmalar olib berilib, ularni sog'lomlashtirildi. Bundan tashqari o'sha mana yozgi bolalar oromgohiga 100 dan ortiq bolajonlarimiz lagerlarga yo'llanmalar olib berildi. Bundan tashqari o'sha bizda sog'lomlashtirish yana bitta bandimiz bor. O'sha bu hayot ishchi xizmatchilarimiz o'sha vaqtida sog'lom tarzini yaratish vaqtida yoki bo'lmasa o'sha sog'lig'ini tiklash uchun jarrohlik operatsiya o'tkazish maqsadida ham bizda o'sha jamoa shartnomamizda ko'rsatib o'tilgan. Bularga ham o'sha 10 dan nafar ortiq xodimlarimizga mablag' ajratib berdi va ularni sog'lomlashtirdik. Ma'lumotlar uchun rahmat. Ma'ruf aka, umuman suyultirilgan gaz sohasida qanday yangi mexanizmlar joriy etildi? Hozirda bu mexanizmlar qanday ishlayapti?
Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi kunda bizda Hudud gaz Samarqand gaz ta'minoti filialida suyultirilgan gazni aholiga yetkazib berishda nima bo'yicha filial bo'yicha 507.923 ta iste'molchilarga suyultirilgan gazga xizmat ko'rsatamiz. Bilasiz, hozirgi kunda respublikamizda barcha sohalarida raqamlashtirish amalga oshirilyapti. Xuddi shuningdek bizda Hudud gaz Samarqand gaz ta'minoti filialida ham o'sha Hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyatini boshqaruv raisimizni buyruqlariga asosan 129-buyruqga asosan raqamlashtirishda ikkinchi bosqichi amalga oshirilyapti. Bunda Face ID tizimi amalga oshiriladi. Har bitta mas'ul xodimlarimizga maxsus planshetlar amalga oshirilgan. Planshetlar programmasi Adliya vazirligini programmasi bilan integratsiya qilingan bo'lib, har bitta gaz balon oladigan iste'molchini Face ID, ya'ni yuzini tanish funksiyasi ishga tushirilyapti. Bu to'liq hozircha 3 ta tumanda Samarqand shahri, Paxtachi va Oqdaryo tumanlarida ishlab turibdi. Keyinchalik bu 3-noyabrdan boshlab to'liq viloyatimizning barcha tumanlarida ishga tushadi. Aholimizga ma'lumot uchun buni aytishimiz kerak. 100% hammalariga kartalar berilgan. Ya'ni ID kartalar. Gaz balonlarini olishda programmaga integratsiya qilingan kartalar. Agar kimdir yo'qotgan bo'lsa, kimdir agar bir shikast yetkazgan bo'lsa, buni tiklash imkoniyati bor. O'sha tumanlardagi suyultirilgan gaz bo'limlariga murojaat qilsa, buni tiklab beriladi. Lekin barcha fuqarolarimiz uni ichiga bugungi kundagi o'sha imtiyozli narxdagi suyultirilgan gaz narxi 2000 so'mligini hisobga olib, 20 kilogramm har bitta gaz balonda bo'lganda, shunda 40 ming so'm har doim o'sha plastik kartalarga pul solib qo'yishlari kerak va o'shani NFC programmasida onlayn tarzda yechiladi va yuz tanish funksiyasi olinib, to'g'ridan-to'g'ri bazaga kiradi. Bu nimalarni beradi? Birinchi o'rinda o'sha aholimizga shaffof gaz balon yetkazib berish, korrupsiya holatlarini oldini olish va o'sha sifatli 45 kunda gaz yetkazib berish imkoniyatini beradi. Umuman yana bitta savol tug'ilyapti-da. Agar Face ID tizimi yo'lga qo'yilsa, misol uchun xonadondan biror kishiga qo'yilsa, o'sha kishi ishda bo'lishi mumkin. Uning o'rniga boshqa xonadon a'zosi Face ID tizimida o'tish qanday bo'ladi agar? Juda o'rinli savol bo'ldi. Chunki bizda o'sha ko'proq tumanlarimizda ko'p odamlar ishda bo'ladi yoki boshqa qishloq xo'jaligi ishlari bilan band bo'ladi. Shunday vaqtda o'sha Adliya vazirligi bilan integratsiya qilingan programmada xonadonida oila a'zolari to'liq programmaga kiritilgan. Agar kimdir bo'lmasa, uni o'rniga turmush o'rtog'i yoki pasporti bor farzandi albatta olish imkoniyati mavjud. Tushunarli. Umuman kuz-qish mavsumida suyultirilgan gaz yetkazib berishda qanday ishlar amalga oshiriladi? Umuman reja qancha, qanday ishlarni amalga oshirasiz? Bugungi kunda viloyat bo'yicha 2025-yilda 88.900 tonna suyultirilgan gaz fondi rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda 70.255 tonnasi to'liq iste'molchilarimizga yetkazib berildi. Qolgan qismi ham bu noyabr, oktyabr oxiri va dekabr oylarida to'liq yetkazib beriladi. Buning uchun barcha chora-tadbirlar belgilangan. Kuz-qish mavsumiga viloyatimiz bo'yicha 6 oylikda 44.000 tonna reja qilingan. Bu barcha o'sha kerakli tashkilotlar tomonidan nazorat qilib turiladi. To'liq yetkazib berish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Bugungi kunda Samarqand viloyati bo'yicha 19 ta maxsus texnikalar mavjud. Zavodlardan tashib kelish bo'yicha, bundan tashqari aholimizga gaz to'ldirish shoxobchalaridan to aholimizgacha 110 ta texnikalar yetkazib berish bo'yicha shay holatga keltirilgan. 12 ta gaz to'ldirish shoxobcha va stansiyalari kuz-qish mavsumiga tayyor holda. Shundan 6 tasi xususiy, 6 tasi o'zimizning balansda bo'lgan gaz to'ldirish shoxobchalari. Rahmat. Umuman mavsum davomida aholiga tabiiy gaz yetkazib berishda kuz-qish mavsumida qanday tartib amalga oshiriladi? Qanday tartibda? Birinchi o'rinda bizda o'sha aholimizga betalofat gaz yetkazib berish. Hozirgi kunda havo haroratining pasayishi, tabiiy gazga bo'lgan o'sha
ehtiyojni ko'payish vaqtida bu o'sha o'tish davri hisoblanadi. Aholimiz ham juda ham ehtiyot bo'lib foydalanish kerak. Isitish o'sha moslamalarni ko'rikdan bir marta o'tkazdirib, dudburollarni tozalab, shundan keyin agar foydalansa maqsadga muvofiq bo'lardi. Baxtsiz hodisalarni oldini olgan bo'ladi. Birinchi o'rinda bu bizda aholimiz. O'sha inson qadri tamoyilida birinchi o'rinda aholi va ijtimoiy sohalarga yetkazib beriladi va undan keyin o'sha ishlab chiqarish korxonalari yoki boshqa o'sha tadbirkorlik subyektlariga yetkazib beriladi. Ma'lumotlar uchun rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, bizlarga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetmoqda. Keyingi dasturlarimiz orqali ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.